Arton gazoblogi va g'isht og'irlikdagi farqlari va arton gazoblogining afzalliklari. Arton gazoblogi va g'ishtning farqi va afzalliklari quyidagicha. Arton gazoblogi 1 kubasi 500 kg ni tashkil qilsa, g'ishtning 1 kubasi 1500 kg ni tashkil qiladi. Bu sizga qurilish jarayonida uyning poydevoridan 30% pulingizni tejash imkonini beradi. Devor ko'tarilish vaqtida gazoblokning yengilligi sababli va geometriyasi tekisligi sababli 3 baravar tezroq devor ko'tarilish imkonini beradi va devor bitgandan keyin suvoq etapidan o'tib ketiladi. Ishlov berish etapi 30% pulingizni tejash imkonini beradi. Arton gazoblogining g'ishtga nisbatan energiya samaradorligi. Arton gazoblogi sifatli xom ashyo va zamonaviy uskunalarda tayyorlangan bo'lib, bu sizga quyidagi energiya samaradorlik afzalliklarini beradi. 20 santimetrlik arton gazoblogi 1 metr 15 santimetrli g'ishtli devorni o'rnini bosadi. 30 santimetrli arton gazoblogi 1 metr 75 santimetrli g'ishtli devorni o'rnini bosadi va 40 santimetrlik arton gazoblogi 2 metr 30 santimetrli g'ishtli devorni o'rnini bosadi.